Kelinning oyog'idan, sapelnikni bo'ynidan. Doston Bozorov Google'da oxirgi marta nima qidirdingiz? Aytavering to'g'risini. Google'da oxirgi marta kino ko'rdim. Muhammadjon akam kino tashlab berdi, o'sha переводчик degan kino. Eng yaxshi ko'rgan smaylingiz qaysi? Kulgan smayl. Pulingizni eng ko'p nimaga sarflaysiz? A few moments later. Kiyimga. Mashg'ulotda yoki kardio paytida bitta qo'shiqni eshitish imkoniyati bo'lsa, bu qaysi qo'shiq bo'lardi? Bu hozir oxirgi marta ko'p eshitayotganimiz o'sha Shokir bilan Rayhona aytgan ashulalar. Fayt vazi to'g'risida. Tarozidan o'tganingizdan keyin birinchi yegiz keladigan taom nima? Suv, taommasi suv birinchi, keyin dальше gaz. Muxlislarni sizga bergan eng g'alati taklifi qanaqa bo'lgan? Nomeringizni bering. Shular endi g'alati. 5 raund kurash yoki 5 raund stoyka? Ikkalasi ham. 48 ga 39 ni qo'shsak necha bo'ladi? 48 ga 39 87. Maqolni davom ettiring. Kelinning oyog'idan, Kelinning oyog'idan, sapelnikni bo'ynidan. Ha? Nормально? To'g'rimi?